mijozlarni o'ylagan holda mana shunaqa himoya vositasini qo'yib ishlab chiqarishni boshlabdi. Qarang, shuni ochasiz. Bemalol ichishingiz mumkin, ichiga chang to'lib qolmaydi. Bu videom bilan men nima demoqchiman? Barcha ichimlik mahsulotlarini mana shunaqa himoya vositasi bilan ishlab chiqarilsa, maqsadga muvofiq edi. Nimaga alkogol mahsulotlariga mana shunaqa qo'yadi-yu, lekin energetik mahsulotlariga ishlab chiqarilmaydi mana shu qopqoq. Hech qancha xarajat ham ketmaydi. Mijozlar chang bo'lmagan holda bemalol ko'ngli to'q ichishi mumkin. To'g'risida, bu ham marketingda oshiradi. Mana Reverum chiqargan, mana bundoq qopqoq yopib qo'yadi, changda qolib ketsa, bemalol mijozlar ochib, qilib ichishi mumkin. Bu vaqti zo'r g'oya. Hech qancha xarajat ham ketmaydi. Mana markirovkani ham yoqqa yopishtirilgan, ham yoqqa yopishtirilgani yo'q. Markirovka bas qopqog'ida qoladi va ichishi mumkin. Markirovka xizmatlari bizda bor, kimga markirovka xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, integratsiya qilib beramiz, tizimlashtirib beramiz. Xudo xohlasa, jarimaga tushmagan holda bemalol ishlashingiz mumkin. Do'koningizni integratsiya qilib oling. Markirovkali bemalol ishlayverasiz, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Telefon raqamlarimiz bor, tez aloqaga chiqing. Jarimaga tushdan Xudoning o'zi asrasin. Soliqchilardan bekordan bekor sizni jarima qilmaydi. Mana shu markirovka bilan ishlamaгаningiz uchun sizni jarima qilishi mumkin.